Sizlar uchun akalar zo'r holatdagi mikroavtobus olib qo'ydim. 8 kishilik. Ichlari konditsionerlargacha bor deyishyapti. Monitorlari, tepalari. Qo'l-qo'lliklar bo'lgan ekan. Qo'llar 8 kishiga moslangan. Kolonkalari ham aytadi, hamma yo'q ishlaydi. Hamma yo'q ishlaydi. Divan bo'ladi. Dina divan bo'ladi. Bitta ko'rsatib beraylik. Anda aylanib o'tadi akalar. Mana oppog'idan sizlar uchun. Mana. Divan ham bo'laverar ekan. Tepada svetlari, konditsionerlari, hamma yo'q ishlar ekan. Ortiqcha rasxodlari yo'q. Dizelda mashina. Dizelda yuziga 7 ta ichyapti. 7 ta ichyapti. Salarga tanlamaydi. Yo'llar endi o'zlashibdi. Yangi balon qo'yib olsa bo'ldi ekanda. Hop. Kraskалari qanaqa uni tog'ay? Radnoy? Kraskasi o'ziniki radnoy ekan. Ortiqcha rasxodlari yo'q akalar, mana minaman, ish qilaman deganlar uchun. Yaxshi holatda. Yaponiyaning mashinasi ekan. Narxi nechi pul? 2,5 ming. Narxi ham arzon ekan. 2,5 ming deyishyapti. Yili nechi dedingiz? 92-yil. 2,5 mingga berib yuborasiz, kami bor endi. Oz-moz kam bor. Telefon nomerlar 99lik 99lik 604 604 99 99 94. Toshkentning mashinasiga dokument bo'laveradi. Dokument bitaverar ekan akalar mana. Telefon qilib batafsil ma'lumotni olib, baraka qilib olishlaring mumkin.